Ko'pincha qabulimga teri yorilishi bilan kelayotgan bemorlarni teridagi oq chiziqlar yoki qizil chiziqlar bezovta qilish bilan kelishadi. Bularda o'smirlik paytida yoki bolalarda tez semirish paytida, tug'gandan keyin tez semirish hisobiga teri yorilib ketadi. Ya'ni terining kengayishi hisobiga dermis qavati bu bosimni ko'tara olmaydi va teri yorilishni boshlaydi. Teri yorilganda birinchi to'q qizil yoki binafsha rangga keladi. Keyinchalik esa ular oqaradi. Bu yoriqlarni har xil dorilar bilan, mazlar bilan ketkazish juda ham qiyin. Bunga faqat yordam berishingiz mumkin bo'lgan narsa tez kengayayotgan terini to'xtatish, ya'ni semirmaslik. Agarda shu paytda siz kaloriyalarni taqsilligiga uchrasangiz, ya'ni iste'mol qilayotgan mahsulot kamaytirilsa, teri yorilishi to'xtaydi va siz bu chandiqlardan xalos bo'lasiz. Bunday chandiqlar ba'zida gormonal kasalliklar natijasida ham kelib chiqishi mumkin. Agar bu haqida ma'lumot bilishni istasangiz va o'zingizda chandiqlarni qaysi holatda kelib chiqqanini bilishni istasangiz, ko'rikka yozilishni unutmang.